O'zim musofir yurtaman. Hikmat Travel orqali ota-onamni, yaqinlarimni Umra safariga jo'natmoqchiman. Narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun aynan bu video sizlar uchun bo'ladi. Videoni o'tkazib bormasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Videomizni boshidan bizga bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalaring, yangi videolar sizlarga birinchilardan bo'lib chiqib boradi. Abdug'offor akadan biz to'liq ma'lumot olishni boshlaymiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, biz obunachilar uchun narxlarni tanishtirib bersiz aka. Qachonga reyslar bor? Xo'p bo'ladi. Reyslarimiz kunlari Farg'onadan, Vodiydan 29-avgust va 30-avgust kunlari bor. Bu reyslarimizning narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Toshkentdan bormoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun 24 va 25-avgust kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Toshkentdan sentyabr oyiga bormoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun sentyabr oyiga 4-sentyabr kuni bor, 5-sentyabr, 6-7, 8, 11-12-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Bularning ham narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Namangandan sentyabr oyiga reyslarimiz 3-sentyabr, 10-sentyabr, 17-sentyabr va 24-sentyabr kuni reyslarimiz bor. Bularning ham narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Endi aka, mana narxlarda eshitishdi. Qanday qilib musofir yurtdan turib joylarini bron qilsa bo'ladi? Ya'ni bu O'zbekistonda turgan ota-onalari yoki yaqinlari umra safariga jo'natmoqchi bo'lishsa. Xo'p bo'ladi. Mana nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Zagram pasportlarini tashab bersa bo'ldi. Qolgan ishni hammasini o'zimiz qilamiz. Bitta zagram pasport rasmini tashab bersa bo'ldi. Bo'ldi. Qolganini sizlar kelishlariga hamma yo'q tayyor qilib qo'yamiz. Vizalari, bordi-keldi biletlari, gostinitsa 50 boshi hamma yo'q bu tayyor turadi. Xudo xolasa kelishadi, aeroportda samolyotga o'tirib ketishadi. Uchib ketsa bo'ldi. Uchib ketsa aeroportga borishsa bo'ldi, xudo xolasa. Zo'r. Endi aka, borishgandan keyin sharoitlari qanaqa bo'ladi? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gostinitsalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha gostinitsalarimiz uzoqligi. Avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimiz o'z ichiga oladi. Xo'p, 50 bosh xizmati birga borib birga kelishadi aeroportdan. Firma tomonidan kamza so'mka bejik beriladi. Qaytalayotganda 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqa chiqib o'zlarining joylarini bron qilishlari mumkin yoki O'zbekistonda turgan ota-onalaringiz yoki yaqiningizni joyini bron qilishingiz mumkin. Aytib o'tishganda bitta qizil pasport tashab bersalaring, qolgan hammasini o'sha yerda akalarimiz hal qilib qo'yishadi. Aeroportga borib uchib ketishsa bo'ldi. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa bitta like bosib, umra safariga bormoqchi bo'lgan qizlaringizga videoni borib qo'ying. Albatta qolganlarga ham foydali bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.